Allohni yaxshi ko'rasizlarmi? Hammadan Alloh uchun so'rayman. Kim meni eshitayotgan bo'lsa, kim Allohni yaxshi ko'rsa, iltimos qo'lni ko'tarsin. Hammangiz ko'tardingiz, shundaymi? Men ko'tardimmi? Men ko'tarmadim. Men Allohni yaxshi ko'rmaymanmi? Menga kim to'sqinlik qildi? Sizdan so'rayapman, kim menga to'sqinlik qildi? Senga ijozat bergan zot menga to'sqinlik qildi. Chunki men ularni ma'siyatga ishlatar edim. U meni 1, 2, 20 yil kechirib yurdi. Sen hozir Allohga itoatsizlik qilishni davom etyapsan. Lekin u qo'lingni ko'tarishga ijozat berdi. Lekin u meni 21 yil oldin bu imkoniyatdan mahrum qildi. U seni ham bu imkoniyatdan mahrum qilishini kutyapsanmi? Sen Allohga osiy bo'lishni davom etyapsan. Ular bilan sigaret, narkotiklar ushlashni davom etyapsan. Ular bilan shahvatingni qondirishni davom etyapsan. Ular bilan qoshingni terib Allohning la'natiga uchrashni davom etyapsan.